yaxshi kino olinibdi. Sizni ishtirokingizda tabriklayman. Rahmat. Chunki bu kino kichkina qisqa metrajli bo'lsa ham xalqaro darajada nazarga tushgani bu albatta o'zbek kinosini o'zbek umuman xalqiga uchun bu yaxshi bir martaba. Shuning uchun o'zingiz fikrlaringizni bo'lishsangiz. Endi birinchidan horror, noir, ya'ni ужас janrlar bizda defitsit desak bo'ladi, ya'ni juda kam kinematografiyada shunaqa janrlar. Steven King esa bilasiz, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha korol ужасов rus tilida deyishadi. O'sha uchun qiziq tomoni shu birinchidan. Ikkinchidan dastur, ya'ni loyiha haqida gapirsak, Baby Dollar nomi Steven King tomonidan tashkil qilingan, birinchi marta 1977-yilda o'tkazilgan va oxirgi 2023-yilda 26-dekabrda Steven King janoblari o'zlari internetga chiqdilar va aytdilar, "Всё, я закрываю эту программу". Shu bilan dastur yopildi. Va 2023-yilda ilk marotaba birinchi marta O'zbekiston nomidan mana O'zbekiston fuqarosi Gulnora Ivanova qatnashdi. Ham g'olib bo'ldi, yutdi. Va o'ylab qarasak, demak Gulnora Ivanova ham birinchi ham oxirgi desak bo'ladi O'zbekiston tomonidan. Bu kino festivalniy, art house kino desak bo'ladi, ya'ni kinoteatrlarimizda hech qanaqa prokat bo'lmaydi, lekin jahon bo'yicha barcha festivallarga, qisqa metrajli bo'yicha festivallarga taqdim qilinadi, qatnashadi. Bugungi premyera, bu kichkina premyera. Bu premyeradan keyin yana bir nechta maxsus namoyishlarimiz bor. Bir nechta xalqaro tashkilotlarda, bir nechta elchixonalarda maxsus kichkina namoyishlar bo'ladi, xorijiy dipmissiyalar uchun. Va o'ylab turibmanki, mana shunaqa kinoijodkorlar O'zbekistonga kerak. Sababi bu mustaqil kinematografist hisoblanadi. Gulnora Ivanova mana misol uchun bu yil dunyo bo'yicha bilasiz top 3 bor. Cannes, Berlinariya, Venetsiya. Misol uchun bu yil Berlinariyada, ya'ni Berlin xalqaro kinofestivalida ham Gulnoraga o'xshab Sabina Bakayeva qatnashdi. Xuddi shunaqa qisqa metrajli film bilan bu O'zbekiston tarixida 3-marta nima bo'lgan, kino bo'lgan. Berlinariyada birinchi bu Yusuf Roziqovniki edi, davlat buyurtmasida asosida olingan film. Ikkinchi marta Saodat Ismoilova qatnashdi, mana 3-marta Sabina Bakayeva qatnashdi. Mana Sabina, Gulnora Ivanova shunaqa kinematografistlarni albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki rus tilida bitta gap bor, в конкуренции рождается качество. Ya'ni kinematografiya agentligi, har xil nodavlat tashkilotlar, har xil fondlar, misol uchun mana bizda Tashkent Film School bor, nodavlat notijorat tashkilot. Tashkent Film School o'tgan yil Venetsiyada qatnashdi, bu yil Berlinariyada qatnashdi. Bu yaxshimi? Albatta yaxshi. Chunki ular O'zbekiston nomidan qatnashdi. Bu O'zbekistonga, bizni obro'yimizga, imijimizga bu faqat plus. O'sha uchun qo'llab-quvvatlayapmiz. Men shaxsan nima deylik, jismoniy shaxs sifatida mana qo'llab-quvvatladim. Mana bugun tashkillashtirib berdim bu tadbirni. Ertaga indinga qolganlarni ham qo'llab-quvvatlayman, yordam beraman. Shu faqat mana kameraga qarab aytmoqchiman, hammamiz yordam beraylik, qo'llab-quvvatlaylik yosh kinoijodkorlarimizni. Baraka toping. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat.